Mana o'sha trenddagi hamma so'ray turgan yoyma bozor. Bu bozorda faqat Optim pachka sotiladi. Bu bozor o'sha trenddagi Qo'qon bozori. Bugun yakshanba Optim. Bu bozorda odam kiyadigan hamma narsa sotiladi. Sizlar bilan shu bozor narx-navolar bilan hammasi bilan tanishib chiqamiz. Kamzirlar pachkaga 40 ming so'm. Bozorda pachka savdo bo'lishining sababi hamma birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi hammasi bu yerdagilar. Kattalar uchun ham, detskiy uchun ham hammaga bor. Pachkaga 75 ming so'm ekan. Muzkoy trikolar, brijalar, tepaliklar, sportivka hammasidan bor. Pachkaga 60 ming so'm mana tepaliklar. Mana kattalar uchun tepaliklar, viverlar, sirop bitta. Tugamaydi, oxiri yo'q. Kashmir, velvet hammasidan bor, nachos qalin. Mana bular 50 ming so'm ekan pachkaga. Tepa pas. Bog'cha yoshiga tushadi. 40 ming so'm ekan. Material, original material kiyolgan. Bu tepa paslar 35 ming so'mdan. Bu kapshonkali. 2 razmerli. Mana bu bonchigli shapkalar 10 ming so'mdan. Tanlab olish. Xolosiz pachka, xolosiz dona, hammasidan bor. Pachkaga 13 ming so'm ekan mana. Turidan bor. Rassetka, sirop. Mana Navro'jdonni so'raganlar uchun ishtonchalar 3 ming so'mdan, ha? 3 ming. 10 tasi 30 ming so'm bo'ladi. 20 ming so'm ekan. Bular ham 20 ming so'm. Turlar juda ham ko'p. 10 ming so'mdan tepaliklar. 10 ming so'm. Ranglari bor. Ular uchun shapkalar Rich firmada. Narxi 13 ming so'm Optimga. Donosingiz ham bo'ladi, dona 15 ming so'm. Mana firmaning nomi Rich. Bojollar uchun oshxo'raklar narxi 2,5 ming so'm. Pachkada 10 ta bo'ladi. Yaxshi kayfiyat, like, komment bosib esdan chiqarmanglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bozor bugun azonga 3 dan boshlangan, sababiki seshanba bugun. Azonga 2-3 dan o'zimiz Andijon, Namangan, vodiyda, boshqa chekka joylardagi yana boshqa joylardagi odamlar kelishadi. Azonga 3 dan bozorni qilib, kuni qilib ketishadi. Payshanba, yakshanba kunlari Optim stenka bozor kunlari o'zi aslida mana 60. Hammasi Andijon, Namangan. Bosh bozordagi atmosfera, yer tarafdan odam gavjum. Bozorga bemalol kechalar bo'laveradi. Bu taraf stenka bozori, bu masjid atrofida mahalla bozori, o'sha Optim. Bu taraf ko'ylaklar. Bu ham 3 ta razmerli, pachkada 3 ta bo'ladi. Narxi 35 ming so'm. Assalomu alaykum. Men sizlarga zo'r do'kon topib qo'ydim, Lakassa. Bu do'kon bozorda darvozasidan kirishda o'ng qo'lli birinchi do'kon. Kiyimchilar o'ta darajada sifatli, Xitoy bilan birga bir raqobatlashaveradigan insofkali, drapli materiallardan chiqadi. Akaxon ishlari bu, mana ishlari brend, Limpopo brendi bilan chiqqan akaxon. Ko'ylakchalar, turlar juda ham ko'p. Ranglari sirop. Jinsofkali. Bunisi drapli. Bular 1-2 yosh, narxi 35 ming so'm. Mana fasoni bor, 2 xil. Bu draplilar 45 ming so'm. Narxi 45 ming so'm bu. Standart emas, razmerli, pachkada 3 ta bo'ladi. Dvoyka kombinezonlar. Bu ham 1-2 yosh. Bu ham 3 ta razmerli, pachkada 3 ta bo'ladi. Narxi 35 ming so'm. Kirmoqchi bo'lganlarga bu yerda assortiment sirop, yuklar bemalol. Hamma ranglaridan, hamma svet, hamma turlaridan bemalol topishingiz mumkin. Mana jirafalilari ham 35 ming so'mdan. Vashsi Xitoy bilan birga bir ishlangan o'zi ham. Vishkali. Kirgan odam ko'zi quvnaydi. Sizlarga yana bir bor lokatsiyani tushuntiraman. Bozorda kirishda katta darvozani o'ng qo'lda birinchi do'kon Limpopo
Hammaga yaxshi kayfiyat. Like, komment bosib esdan chiqarmanglar. Xitoydan birinchi qo'l keladi. Mana kimga shunaqa kiloli yuklar kerak bo'lsa, do'konga murojaat qilishlari mumkin. Oyoq kiyimlar, uflar hammasi bor. Xitoydan birinchi qo'l keladi. Yo'q, qo'lning o'pdim. Yo'q, o'pdim, yo'q. Dona. Hozir dona chiqib ko'ramiz tepaga. Mana donaliklari. Hammasidan bor. Mana donaliklar. Kambizonlar. Navro'zdonni hammasidan bor ekan. Mana dvoyka, troyka hammasidan bor. Katta razmer podroskoy so'raganlarga podroskoy ham bor ekan. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Manzilni olish uchun kommentariyaga plyus belgisini qoldirib ketsangiz, manzilni tashlab beramiz. Bu donali hammasi. Dvoykalar. Pijamalar ham bor ekan. Turlar juda ko'p. Bu tarafda kattalarniki ham bor ekan. Kattalar kiyim-kechak ham bemalol topiladi. Kattalarniki assortiment unaqa ko'p emas ekan, detskidaqa, lekin normal narsalar bor ekan. Endi yangiliklar xudo xolasa keladi deyishyapti. Ayollar uchun hammasidan bor. Turlar juda ham ko'p. Kurtkalar, jinsovkalar, trikolar, qish uchun hamma narsa bor. Bolalar uchun kurtkalar, pijamalar, mo'may oyoq kiyimlar. Hammaga yaxshi kayfiyat. Like bosib esdan chiqarmanglar. Ular bosib ketishyapti. Turlarda ham soat azonga 6:30. Bozor aljida. Bozor mana 3 ta boshlanganda bugun. Xalatlar. Bozorga bemalol kelsanglar bo'laveradi. Bugun shanba kuni iloji boricha payshanba, yakshanba kelishinglar maslahat beraman. Sizdan keyin ochiq bo'ladi. To'liq 100% odam chiqqan bo'ladi sotuvchilar. Ularda bozorlar qilib bo'lganlar. Bozorda hamma narsa bor sotish uchun. O'zbekiston bo'yicha eng arzon kiyim-kechak bozor Farg'onadalik, bilarmidingiz? Biznes qilish uchun eng zo'r variant mana shu bozor bo'ladi. Mablag' mana pachkaga 6,5 ming so'm ekan. Продажа. 70 ming. Bir xila bular ham. Bular 20 ming so'm ekan pachkaga. 9-sinfgacha ekan. Bular nachosli ekan. 14 ming so'm ekan. Bu taraf 12 ming so'm ekan, yuqoriroq. Mablag' ham 16 ming ekan. Mana bular pachkaga 110 ming ekan. 46, 48, 42, 44. Bular 9 ming so'mdan ekan. Undan avval 5 ta qo'shib bering. Bular necha pul dedingiz pachkaga? 11 ming. 11 ming. Ochib turinglar aka. Xola necha pul oldingiz sizlar? 65 mingmi tog'a bular? 65 ming? Yil ekan 65 ming. Mana bu qalin paypoqlar. Qalinlar mana shular pachkaga 1000 so'm. Borib qolganlar sizga ham. 39 ga berasiz buni oxiri. Pachka 39 ekan. Pachkasi 35 ming buni. 3 ta bo'ladi pachkada. 11 ming atrofida to'g'ri keladi. Mana odamlar yukini bosib ketishyapti.
Bozor Farg'ona viloyati. 110 ming so'm ekan shu bola. Ranglari bor. Bardoviy bor ekan, maloshniy bor ekan, oq. Mana bitta ranglari bor ekan. Boshqacha svetlar, boshqacha materiallar, chiziq-chiziqlar. Bugun yomg'irlik sabab ko'p sotuvchilar chiqmagan yoki chiqqani ham sotib kirib ketib bo'lishganda. Mana xalatlar 85 ming ekan. Doyka. Materiali качество shizor. Bu xalatlar 55 ming so'mdan ekan. Ranglari sirop. 80 ming so'm ekan doykalar. Sifati zo'r ekan, material качество zo'r. Mana shu boyga yomg'irli kuzdan boshlab oldik. Mana ko'ylaklar chiqibdi, mana yangiliklar. Kattalar ko'ylak 60 ming so'm. Uzun. Eng kichkina razmeri shu ekan, kattalarga tushadi. 120 ming so'm. Sifati zo'r ekan. Xalatlar 70 ming so'm. Qora o'ynaganda o'tinchi tepasi salbusi. Razmeri. Pamuklar 120 ming so'm. Ranglari bor. Hamma xalatlar 85 ming ekan. Doyka. Materiali качество shizor. Bu xalatlar 55 ming so'mdan ekan. Ranglari sirop. 80 ming so'm ekan doykalar. Sifati zo'r ekan, material качество zo'r. Mana shu boyga 110 ming so'm ekan shu bola. Ranglari bor. Bardoviy bor ekan, maloshniy bor ekan, oq. Mana bitta ranglari bor ekan. Boshqacha svetlar, boshqacha materiallar, chiziq-chiziqlar. Bugun yomg'irlik sabab ko'p sotuvchilar chiqmagan yoki chiqqani ham sotib kirib ketib bo'lishganda. Mana xalatchilar 35 ming so'm. 12 yoshga tushadi bemalol. Ham bor ekan, rasitkalari bor, sirop. Video obzorimiz ayollar uchun bo'ldi. Bo'lsa oxirigacha bo'lsa, endi mana bunaqalar so'ragan narsalar ayollar ham bor. Bular narxini so'rash endi neudobniyroq, shuning uchun kelib o'zlaring olishlari mumkin. Mana bu holatlar 45 ming ekan. Maktab yoshiga hammaga yaxshi kayfiyat, like, komment bosishdan chiqmasin.